Assalomu alaykum do'stlar. Biz Sihat klinikasidamiz va qandli diabetni davosi bor degan fikrimizni yana bir isboti. Bundan 8 oy avval operatsiya o'tkazgan bemorimiz hozir qayta ko'rikka kelibdi. Hozir shu bemorimiz bilan sizlar bilan ozgina suhbatlashamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Rahmat. Yaxshi kelib oldingizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Necha yil sahni diabet bilan yashadingiz shu kungacha? 3 yil oshiqroq sag'rin diabet bilan yashadim. Dori ichdim. Xo'sh. Ovqatdan keyin 2 mahal yurish bilan shug'ullandim. Yana nimalar qildingiz? Diabetni yengish uchun Parhezda yurdim, Parhezda doimiy yurdim. parhezda yurdim. shikoyatlar qanaqa edi o'zi sizda qandli diabet shikoyatlari? Tez chanqash bo'lardi, kechalari uyqum ko'p bezovta bo'lardi, hojatga chiqishlar bo'lardi. Og'riqlar bo'larmidi oyoqda? Muzlarni oyoqlarga. Sovqotlarda. Sovqotlar. Mana klinikamizga keldik, Sihat klinikasiga 8 oy oldin tekshiruvdan o'tib, siz operatsiyadan o'tkazdik. Hozir dori ichyapsizmi, parhez qilyapsizmi? Hozir qanaqa holatingiz? Hozir hech qanaqa parhez qilganim yo'q, dorilar qabul qilganim yo'q. Qayta ko'rikka keldim bugun, ikkinchi marta. Sag'ir 4.7 chiqdi. Mashalloh, juda zo'r. Rahmat deyman doktorlarga, hammalariga. Tanijonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Endi diabet haqiqatda davosi borligiga ishondingiz. Ishondim. Sizlar ham shu narsaga ishonishingiz mumkin va sizlar ham qandli diabetdan qutulishingiz mumkin. Buning uchun bariatrik metabolik operatsiya bor. Uning nomi mini-gastrit shuntash deyiladi. Qandli diabetni ikkinchi tipini davolashda eng zamonaviy, samarali yo'li. Agar sizda ham qandli diabet bor bo'lsa, bizga murojaat eting, albatta sizga ham yordam beramiz.